Ushbu homilador ayolimiz juda ham og'ir holatda kelgan edi. Bir nechta mutaxassislarga murojaat qilgan, UZI tekshiruvlarida o'ng yurak gidronefrozi aniqlangan. Sidik tahlili juda ham yomon ko'rsatkichlarni ko'rsatgan. Bizga murojaat qilib kelganda ham tana harorati 38-38.5 gradusni ko'rsatgan. Ayolni o'z xohishiga ko'ra juda ham yuqori riskni, ya'ni xavf-xatarni o'z bo'ynimizga olgan holatda klinikaga yotqizildi va kerakli muolaja, ya'ni nefrostoma qo'yildi, antibakterial va boshqa infuzion terapiyalar o'tkazildi. Kelganimda holatim yomon edi. 2-3 ginekologlarga bordim. Ular faqat ismimni tushirishdi, lekin bunaqa tashxis qo'yishmadi. Ismim tushmay shu 3 kun ichida keyin Shahnoz opamga keldim, Duselga. Urologlar bilan maslahatlashib, shu operatsiya qilib, shu kasallikdan xalos bo'ldim. Rahmat ularga, lecheniyalar qildilar. Mana 8 kun ichida ancha yaxshiman. 5 kun, 6 kun bo'ldi anaqa operatsiya bo'lganimga. Isitma yo'q, o'tirishlarim, hamma narsa yaxshi, og'riqlar yo'q. Klinikaga ham, Shahnoz opamga ham rahmat.